Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir 9 soat 4:30, 9-yanvar 2026-yil. Hurmatli vatandoshlarim, Belarus Amerikani panikaga o'tkazib qo'ydi. Aytdiki, endi Rossiya dedi, Svesheniy Korovoy dedi. Sog'im molidir. Endi unaqa bo'lmaydi dedi. Bizdan endi chegaradan daraxtlarimizni kesib olib chiqib ketmaydi hech kim dedi. Bizdan tayyor mebellarni oladi, qog'ozlarni oladi, har xil yog'ochlardan ishlangan tayyor xomashyolarni sotib oladi dedi. Biz dedi benzokolonka emasmiz dedi. Endi biz xomashyoni neft sotmaymiz dedi. Endi bizlardan benzinni sotib oladi dedi. Endi dedi bu uran dedi. Uran Amerikani ajali dedi. Bizdan 30 yildan beri hamma xomashyoni sotib olayotgandi. Uranni sotib olib yorug' svetlarda o'tirar dedi. Ularda zavodlari обогащенный uranga moslashmagan dedi. Endi uni qurib dedi, u uran bilan atomli elektrostansiyalar isitguncha sovuqda muzlab qotadi ular dedi. Uzr, tushib ketdi telefonimiz. Mana unda biz dedi O'zbekiston emasmiz dedi. Samolyot zavodini vayron qilib, hammasini yo'q qilib dedi, Amerikadan yana samolyot sotib oladigan dedi. Bizlar dedi hamma xomashyolarni endi o'zimiz qilamiz, o'zimiz dvigatellar qilamiz, hammasini bizdan sotib oladi dedi. Ilgari dedi ahmoq edik biz dedi, motorlarni, kosmik dvigatellarni sotib, ularga berib, biz tomosha qilib, yana dedi biz o'zimizga atomli reaktor, krылатый raketlar o'zimizga otib o'tiradi. Endi bunaqa bo'lmaydi dedi Belarus aytdi. Endi bunaqa bo'lmaydi dedi. Endi qayerga burningni tiqsang dedi, hamma yoqda biz dedi turamiz dedi. Hech qayerga endi burningni tiqolmaysan. Endi bizni buyrug'imiz bilan ish qilasan dedi. Shunday bo'lgandan keyin o'zinglar fikr yuritib ko'ringlar endi. Endi albatta estir tiklanadi. Shuncha gap so'z bo'lgandan keyin qarab o'tirarmidi? Endi ularning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Ular tamom krizisga uchrab bo'ldi. Ularda urushadigan quroli ham qolmadi, hech narsasi qolmadi. Endi qisadi, endi qisuvga oladi. Shuning uchun kelyapti-da von der Leyen O'zbekistonga. Uranni berasizlar deb. 1000 metr chuqurlikdan uranni kavlab olib sotar ekan. Kavlab olib ketar ekan. O'zi aslida mumkin emas hech narsani kavlab olish yerda. Strukturasi buziladi yerda aylanishini, quyosh atrofida aylanishi buziladi. Yerda tagidan yaqinlashib turgan biz qozonni tagidamiz dedim. Yaqinlashib turgan teshikni ochib yuborsa, suv chiqib kelsa qanaqangi bu og'irlik bilan bu yoqqa chiqadi. Qancha bosim bilan otilib chiqadi. 100 metr balandlikka, 200 metr balandlikka otilib chiqishi mumkin. Suvni tagida qolib ketadi-ku bu. Unga aqli yetmaydi bunaqa odamlarni bulardi. Faqat qornini o'ylaydigan qilib qo'ydi. Amerika xuddi o'ziga o'xshatib qo'ydi boshqa 15 ta respublikaning xalqlarini ham. Mana yoqqa kelib hukmini o'tkazadi. Unaqa o'zini qonun qoidalarini, qarorlarini chiqarib oladi. Hamma tizimni ishdan chiqardi bu. Mana shunga quloq solib o'tiradigan bizda oshna og'aylarimiz yo'q dedi. Bizda chegarada tamojlarda oshna og'ayinchilik qilmaydi dedi. Ular dedi oshna og'ayinchilik qilib tamojindan butun zaharli Xitoy tovarlarini o'tkazib, xalqini o'ldirib o'tiribdi dedi. O'lmaydi dedi. Ammo lekin uzoq yashamaydigan qilib qo'yapti. Pushtini kuydirib yuboryapti, farzand bo'lmaydigan qilib qo'yapti. Mana shunga o'zlari aqlsizlik qilib yo'l qo'yib beryapti deyapti. Bizda endi unaqa bo'lmaydi dedi. Bunga nima deysizlar endi? Mana unday gap so'zlar ketyapti dunyoda.
iloji boricha to'g'ri yashash, to'g'ri ish olib borish kerak. Mana men shuning uchun aytyapmanki, shularning gapini eshitib turib, hurmatli Shavkat Miromonovich, mana bahordan haligi qog'ozdan, oddiy qog'ozdan pul yasangda tarqating. Mana sizlarga ochiq yo'l. Nima qilsanglar qilinglar o'zinglar. Nima qilsanglar sharoit qilib beramiz. Kolxoz savxoz tuzamiz, kirim chiqim qilamiz, naklodnay qilamiz. Hamma pul tanga hisob kitobi bilan bo'ladi endi deyish kerak. Mana unda o'zimiz hamma xomashyolarimizni ularga zavod, fabrikalar qilib, konserva zavodlar, go'sht, haligi qazilaru, hamma kapchonilaru, sushonilarni hammasini tayyor qilib, sotsak emaklab kelib, o'zini tillasini ham hammasini qaytarib olamiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, bunday qilish kerak. Nima keragi bor xomayoshlarni berib? Hammasini o'zimiz qilish kerak. Tekstilni fabrikada mana o'zimizni Andijonda tikuvchilari qanday go'zal kiyimlarni tikyapti. Hammasini ham hali ham kiyim-kechak bilan ta'minlab turibdi butun Rossiyani. Aslarcha qayoqdan tufta, qanaqa sintetika formalarni chiqarib, bujmayib, qiyshayib yotibdi. Hammasi to'g'ri kelmaydigan. Milliy gvardiyalar ustida, politsiyachilar ustida, voyinlar ustida shu tum bo'mag'ir kiyimlarni shundan sotib olib, o'zingiz xalqingiz boy qilmasdan kambag'al qilib, bunday qilib tortib olib, kiyim tikayotgan odamlarni yo'q qilib tashladinglar. Qanchalik bu pastkashlik bo'lib ketyapti o'zini millatiga, o'zini xalqiga. Aslo bu to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lyapti hammasi. O'zimizni millatimiz chaqirib olishimiz kerak hammasini. U yerda xor bo'lib yurmaslik kerak. O'zimizni xalqimizda ish to'lib yotibdi. Ammo Xitoyda sekin-sekin bunaqangi himoya qilmasdan bo'ldi, og'ayni, endi haqingni olding. Qancha qarzimiz bo'lsa, endi biz senga homiyoshi emas, endi biz tayyor qilib senga beramiz. Hisob-kitob qilib. Hammasini tayyor qilib beramiz endi. Seni bu yerda kavlab chiqib ketishing endi bo'ldi, to'xtat deyish kerak. Endi soyuz bo'lgandan keyin endi majbur qiladi, endi esir qayta tuzilgandan keyin majbur qiladi hammasini oshlar, endi bo'ldi. Endi biz mana u chegaradan chiqdi, endi biz chegara bizniki mana yoqlar deydi baribir. Majbur qiladi. Majbur qiladi. Birdaniga bo'lmaydi-ku hamma narsa ham. Birdaniga shart etib baydo bo'lib qolmaydi-ku. Ana Sitini ham, Sirdaryo Sitini ham, Toshkent Sitini ham sekin-sekinlik bilan qurdi-ku. U shunday bo'ladi-da. Birdaniga olib kelib tap bitkizib o'rnatib qo'ymadik katta etajlik. Haligi nima deydi? Mana bu banditizmda, shpionajda antennani tagiga qurib oldi. Mana unaqa bo'ladi egalik qilish. Sekin-sekin sotib olyapti yerlarda hammasini. Bu Xudoni o'zi to'g'riladi-da. Parvardigorimizga beyo'da shukrlar bo'lsin, o'zi to'g'riladi hamma yo'qda.